Bir narsa aytsam, balkim sizni hayron qoldirarman. Bugungi kunda sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz yoshligingizda otangiz bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarga bog'liq desam ishonasizmi? Agar qiz bola yoshligida ota tomonidan qadrlangan, eshitilgan bo'lsa, o'zini kelajakda qadrli his qiladi va katta ehtimol bilan o'zini yoniga uni qadrlaydigan insonni tortib oladi. Agar aksincha bo'lsa-chi, qiz bola otasi tomonidan eshitilmagan, qadrlanmagan va u rad etilgan bo'lsa, ko'p holatlarda bu o'zini qadrlay olmaslikka va yonidagi insonni ham bu ayolni qadrlamasligiga olib keladi. Otani qiziga bo'lgan munosabati bu kelajakda katta ehtimol bilan turmush o'rtoq bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarga uzviy bog'liq. Shuning uchun ham siz bugungi kunda o'zingizni qadrlay olmayotgan bo'lsangiz, yoningizdagi juftingiz bilan munosabatlaringizni garmoniyaga keltirishni istayotgan bo'lsangiz, yechim aslida bolalik paytidagi ildiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Aynan mana shu maqsadda men sizga ota bilan asl munosabat deb nomlangan 2 kunlik chuqur transformatsion kursni tayyorladim. Bilingki, o'tmishdagi yaralarni va bugungi kundagi og'riqlarni davolash ildiz bilan ishlashdan, bolalik payt bilan ishlashdan boshlanadi. Balkim bu kurs sizni qalbingizdagi yaralarga malham bo'lishi mumkin. Har biringizni bor sevgim bilan kursga taklif etib qolaman.